Har bir sport turining o'z vatani bor. Jumladan, Koreyada taekvondo, Yaponiyada karate, Tailandda muay thai, Rossiyada qo'l jangi, universal jang, Amerikada kickboksing, Xitoyda esa wushu. Ushbu sport turlarining har birida o'ziga xos jang san'ati mavjud. Shuning uchun ham ular bir-birini takrorlamaydi. Ulardagi texnik harakatlarni takomillashtirishda mazkur sport turlari bo'yicha o'z vatanlarida tajribali ustalar yetishib chiqqan. Uni targ'ib va tashviqot qilishda ham fidoyilik ko'rsatishgan. Ko'p asrlik tarixga ega xalqimiz hayotidagi turli tarixiy harakatlar orasida sharq yakka kurashlari va jang san'atlari ham alohida o'rin tutadi. Aytishlaricha, 5000 yil Iroqda topilgan yakka kurash tasviri tushirilgan haykalcha Osiyoda ancha ilgari bu sport turi rivojlanganidan, shuningdek, sohibqiron Amir Temur bobomizning harbiy yurishlaridagi jang san'ati ham ushbu sport turining chuqur ildizga egaligidan darak beradi. Tarixchilarimizning ta'kidlashicha, Amir Temur bobomiz o'z lashkarini asosan piyoda va otliq askarlardan tuzib, ular qilich, nayza, o'q-yoy, gurzi, chuqmor bilan qurollanishgan. Bundan tashqari, qo'shinda tosh, gula va turli yonuvchi narsalarni otadigan moslamalar bo'lgan va jang maydonlarida qurol yaroqsiz ham sohibqiron bobomiz lashkarlari qo'l va oyoq zarbalari bilan dushmanlarni mag'lub etgan ekan. Zamonaviy yoshlarimizni tarixiy, buyuk ajdodlardan qolgan jang san'ati turi orqali jismoniy va ruhiy rivojlantirish, shuningdek O'zbekiston tarixiga, madaniyatiga, an'analarimizga qiziqishini kuchaytirish, tarbiyalash va vatanimiz, xalqimiz va davlatimizga bo'lgan hurmatini yuksak darajaga ko'tarish maqsadida o'zbek jang sport turi dunyoga keldi. Mazkur sport turining yaratilishida jonkuyar sportchi Po'lat Usmonovning mehnati beqiyos. Bunda 5 ta yo'nalishga amal qilinadi. Birinchisi, musobaqaviy yo'nalish. Mazkur yo'nalish kompleks mashqlarni bajarish, bellashuv, ko'rgazmali chiqish mashqlaridan iborat. Ikkinchisi, sog'lomlashtirish yo'nalishi. Bu yo'nalish bilan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan kishilar shug'ullanishi mumkin. Barcha harakatlar yengil bajariladi. Sog'lomlashtirish gimnastikasi ham mavjud. Uchinchisi, qo'l san'ati yo'nalishi. Qo'l va qo'l barmoqlari. U bir vaqtning o'zida 3,5 mingta himoya va zarbani o'z ichiga olgan. To'rtinchisi, temuriylar jang usuli yo'nalishi. Qilich, xanjar, tayoq nayzalar bilan mashqlar bajarish hamda oyoq va qo'l zarbalari kuchini o'lchashdan iborat. Beshinchisi esa jang kurashi yo'nalishi. Raqibni ko'tarib tashlash, chalish, bukish, changaldan chiqib ketish, oyoq va qo'l bilan zarbalar berish kabi jangovar usullarni o'zida joy etadi. 2009-yilda tashkil etilgan O'zbek jang san'ati federatsiyasi mazkur sport turini jang san'ati mashg'ulotlarini yuqori saviyada tashkil etish, sportchilarning tajriba va mahoratini oshirish uchun zarur shart-sharoit yaratish, malakali murabbiylar tayyorlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Mamlakatimizning turli hududlarida tashkil etilgan to'garaklarda 40 mingga yaqin o'g'il-qiz mazkur sport turi bilan muntazam shug'ullanmoqda. O'zbek jang san'ati bilan 6 yoshdan boshlab shug'ullanish mumkin. Dastlab boshlang'ich ko'nikmalar hosil qilish uchun sog'lomlashtirish mashg'ulotlari o'tiladi. Keyin jang san'ati puxta o'rgatiladi. Bolalar musobaqalarga bosqichma-bosqich tayyorlab boriladi. Bugun Chirchiqdagi Jismoniy tarbiya va sport universiteti manejida O'zbek jang san'ati murabbiylari uchun seminar tashkil etildi. Barcha yosh toifalari o'rtasida o'tkaziladigan mamlakat chempionati oldidan o'tayotgan o'quv va ko'rgazmali chiqishlar mashg'ulotida 500 ga yaqin murabbiylar ishtirok etayotganligi e'tiborga molikdir. O'zbek jang san'ati a'zolarining o'z qasamiyati bor. Men O'zbek jang san'ati a'zosi sifatida mustaqil ona vatanimga, yurtboshimga sodiq fuqaro bo'lishga qasamyod qilaman. Ulug' bobolarimdan qolgan meroslarni, ajdodlarim tarixini qadrlashga, sport sohasidagi barcha mahoratimni O'zbek jang san'atini rivojlantirishga, har bir gilamda bahslashuvda halol kurashuvchi, kuchli va dovyurak bo'lishga, ojizlarga yordam berishga, kattalarni qadrlashga, o'zimdan yoshlarga namunali bo'lishga qasamyod qilaman. O'z ona vatanimda giyohvandlik va jinoyatga qarshi kurashda faol qatnashishga, ona vatanimning gullab-yashnashi va rivojlanishi uchun o'z kuchimni ayamaslikka qasamyod qilaman. Erta-indin o'tkazilishi rejalashtirilayotgan mamlakat chempionatida murabbiylar ham qasamyod qabul qilishadi. Hozirgi kunda O'zbek jang san'ati sport turi tobora rivojlanib bormoqda. Bu nafaqat O'zbekistonda, balkim davlatimizda tashqarida ham, ana chet davlatlarda ham kun sayin o'sib boryapti. Bundan rivojlanishi asosiy nimasi va maqsadi deb o'ylaymanki, boshqa davlatlarda ham biz mana sportimizga qiziqishlar, tariximizga qiziqishlar, tarixiy nimalarimiz, qurol aslahalarda, mana mashqlarda ishlatilgan uslublardan
iboratdir. Bugungi bo'lib o'tayotgan seminarimizga nafaqat O'zbekiston trenerlari, balki mana Qozog'iston va qo'shni davlatlardan bir qancha trenerlar ham tashrif buyurishdi. Ushbu seminarimizdan ko'zlangan maqsad murabbiylarimizni yanada malakasini oshirish, yangi zamonaviy metodlarda mana mashg'ulot o'tishlar, uslublari, ko'nikmalar berishliklari, jismoniy holatini yaxshilash. Undan tashqari mana hozir bilasiz, o'zbek jang san'atida sportchilarimizni qasamiyotlari bor. Endi biz bu qasamiyotlar bilan cheklanib qolmasdan mana yaqinda rahbarimiz bir yangi tashabbus bilan chiqdi. Bu tashabbus muhtaram prezidentimizni shu yaqinda bo'lib o'tgan shu video selektorida shu nimada yoshlarimizga hozirgi kunda qaratilayotgan, berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar haqida gapirdida va shu qatorda bir narsaga bir urg'u berib o'tib ketdiki, yoshlarimiz orasida hozirgi kunda ba'zi bir salbiy holatlarga aralashib qolayotganligi, buning ichida sportchilar ham o'zi shu paydo bo'lib, sportchilar ham qo'shilib qolayotganligi bu ayanchli holat deb shu jindek ta'kidlab o'tdi. Biz bundan o'zimizga kerakli xulosani chiqardik. Rahbarimiz shu narsani ustun qilib qo'ydiki, bolalar bilan individual gaplashinglar, murabbiylar har biri bir qandaydir bir challenjga o'xshagan narsalar o'ylab topinglarki, bola bo'sh vaqtida mashg'ulotdan bo'shaydi, o'quv darslaridan bo'shaydi, baribir yana qo'shimcha vaqt qoladi. Shu vaqtda dam olishdan tashqari mana internetga, telefonlarga berilib ketib qolishlar ko'p bo'lyapti. Yo bo'lmasa ko'chaga chiqib bir qandaydir bir salbiy holatlarga, bir mana jindiyalik yaxshi illatlarga to'g'ri kelmaydigan giyohvandlik ko'chalarga kirib qolishlar sodir bo'lyapti. Shularni yo'qotish maqsadida kelinglar bo'sh vaqtini ham yana bir qandaydir narsa qilaylik. Bu narsa qanday bo'lsin? Bu challenjimizda bugungi trener bugun mashg'ulot o'tdida, bugun bitta yo'nalishda, bitta uslubda, bitta jismoniy mashqda bitta harakatini ko'rsatib, demak kim bir kunda necha marotaba ishlay oladi bu narsani. Vaqtga qo'yinglar. 1 soat mobaynida qancha, 10 minut vaqtida qancha bajaradi. Demak, 10 xil, 5 xil mashqlarni 1 soatlikka berganimizda hali bola o'z ustida ishlaydi. U ishlagan bola bilmaydiki, birinchidan vaqt o'tyapti. Ikkinchidan bizga foydali tomoni charxlanib qolyapti. Temirda ham ish qilasangiz, demak, yaltiragandek bola o'zini ustida ishlagan sari demak u ochilib boradi. Qirralari, oyoq, qo'l harakatlari, ba'zi texnikalar hamma yo'q. O'zidan bu charxlanib qolgani bola sezmay ham qoladi. Shuning uchun biz shunaqa challengelar o'ylab topinglar dedi. Biz bularni topdik. Mana trenerlarimizga vazifa qilib berdikda, kunda har bir trener viloyat rahbariga tashlaydi. Har bir viloyat rahbariga men bugun mana 20 ta trenerim bo'lsa, demak shogirdlariga bergan bo'lsa, haligi nimani beradi. Uning ichidan biz ko'ramiz, ekspert komissiyasi qildik, bosh murabbiyni, bosh hakamlarimizni ularda tekshiruvchi qilib biriktirdikda, haligilar tashlab bergan videolar ichida ko'rib, yaxshi bajarayotgan, chiroyli bajarayotgan nimalarni biz federatsiyamiz tomonidan musobaqalarda faxriy yorliqlar bilan rag'batlantirishni yo'lga qo'ydik. O'ylaymanki, bu o'zini yaxshi ijobiy tomonni beradi. Sababi yoshlarimiz qiziquvchan, har narsaga qiziquvchan. Biz qiziquvchanligini sportga, shu ona vatanga, mehr muhabbatli prezidentga sodiqlikka biz bu tomonga qiziquvchanligini o'zimizga singdirib qarata olsak, demak biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishdik deb hisoblaymiz.